Hormang. Salomat bo'ling. Anchadan beri qabr qazyapsizmi? Ancha yildan beri kalayman. Aytingchi, haqiqatdan ham qabr necha azobli bo'ladimi? Unisini bilmadim uka. Men mayitni qabrga qo'yaman. Bu yo'q bilan xabarim yo'q. Men ko'p gunoh ishlar qilganman. Xudo meni ham kechirarmikin? Astoydil tavba qilsa, kechirsa kerak. Tavba qilmasa-chi? Unday bo'lsa, holingga voy. Men shu paytgacha biror marta namozga chiqmagandim. Bugun birinchi marta namoz o'qidim. Unday bo'lsa uka, mazza qilib namozingni o'qi. Men bu namozni o'qiy olmasam kerak. Nega? Chunki bu meni janoza namozim. Astagfirullah. Meni janoza namozim.